Ajdodlarimiz bekorga suvday serob bo'ling, suv kabi bo'ling demagan ekanlar. Chunki suv poklik ramzidir. Suv doim tavozu ko'rsatadi. Doim eng past joylarda, chuqurlarda o'zini yo'lini topib oqib boradi. Oldidan chiqayotgan har qanaqa to'siqni yengib o'tadi. Uni yo'lini to'sgan toshlar bilan, to'g'onlar bilan janjallashib tortishmaydi, balki sabr qiladi va vaqti kelishligi bilan har qanaqa to'g'onni yo oshib o'tadi, yo teshib o'tadi. Bizi nazarimizda sabr bu bir ish qilmasdan jim o'tirishlik tushunilib qolingan. Aslida sabr bu to'xtovsiz qilingan mujodalaga berilgan mukofotdir. Tog'lardan, daryolardan oqayotgan suv bir kun manzilini ulkan dengizlar, okeanlarga chiqishligini yaxshi biladi. Siz ham suv kabi bo'ling, sabr bilan yo'lingizda davom eting va nihoyatida maqsadingizga erishishligingizni aniq hadaf qilib qo'ying.